Assalamu alaikum hürmetlik tomoshabinlar. Oldi bilan sizlarning bugun mening o'sha tug'ilgan kunimga kelganinglar uchun alayhi rahmat aytmoqchiman. Yana bir eng oldi bilan yana aytilgan so'zlarimning birisi mening o'sha kunimni o'tkazib berishga tayyorlagan Qozog'iston hukumatiga, Qozoq Madaniyat Ministerligiga, Respublikalik Uyg'ur Madaniyat Jamiyatiga, bizning mashrabchilarga hammalarga cho'ng rahmat etmoqchiman. Hammalarning kenglarga rahmat. Uzun vakti hikaye, oçilik, şiirlerini yazıp geldim. Keyin dramaturgiya sahasiga kirib kelishni o'zim arzu qildim. Dastlabki bir qancha dramalarim bor. Ularning qo'lyozmasi hozircha men saqlab ko'rdim. Ularning qancha darajada chiqqanligini gap qilishni xohlamayman. Faqat keyinroq tushungan narsam adabiyotdagi eng qiyin janr dramaturgiya ekan. Dramada adabiyotga kiradigan barliq janrlarning bir mukammal mujassam ekan. Uzun vaqt o'zim tanlab olgan saharimga o'zim o'kinib yurdim. Hech narsa chiqarolmaydigandek qilib bilindim men. Darvaqa dramaturg bo'lish uchun ham shoir bo'lish, ham yozuvchi bo'lish, ham jurnalist bo'lish va kaza naqad jiq kasblarni egallash kerak ekan. Men yezish jarayonida bularni o'zimdan aytib sezdim. Benim şu icadımın şeklinlisinde en başta ustazlık oynayan benim üzerimde dadam buldu deb aytalayım. Ben hikayelerimde dadam okup berdim. Dadam anlap durup bazı vakitte külüp koyduğun, bazı vakitte pozisiyasını hiç kında bızmay durup hiç nemi demeydi. Mundaq paydada özenli hikayelerimde yaxşı çıkmalığını ben dersiz olattım. Mana shunday qilib dadamga yaratish uchun dastlabki hikoyalarimni qayta eshitganlarim hozir esimda. Men shuning uchun bu marhum dadamninki ruhiga duo qilib o'tirib meni to'g'ri yo'lga boshlab ketkazadi-da. Sening shunday qilmagan bo'lsang mendan balki bir qalamda bir tuzuklar narsa yoza olmagan bo'lardim ekan degan xulosa fatvatga kelgan bo'lib qoldi. Başka ettiğanlarım daha köp. Ben şu an işte en mühimi muşimlikle bulayım. Hakikaten adamın özü yakın neyse hakkı yakıdır. Adamın özü yakmayan, özünün can kendisi yakmayan neyse hiç kim yakmaydı. Bu edebiyatın sırası gerek. Bu yazıcının ki aldığın mukafatımız gerek, kaygısızlığımız gerek ve cevazımız gerek bulayım.